Taraqqiyot strategiyasi markazi tashkil etilganiga 3 yil bo'ldi. Shu munosabat bilan poytaxtimizda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti murojaatnomasi harakatlar strategiyasining 3 yillik samarasi va 2020-yilga belgilangan ustuvor vazifalar mavzusida xalqaro forum bo'lib o'tdi. Mazkur forum tashkilotchilari orasida Taraqqiyot strategiyasi markazidan tashqari Oliy Majlis Qonunchilik palatasi, Bosh prokuratura va mintaqaviy muloqot xalqaro nodavlat tashkilotini ko'rish mumkin edi. Forumni markaz ijrochi direktori Eldor To'lakov ochib berdi. U o'z nutqida O'zbekiston bugungi kunda jahon hamjamiyati tomonidan jadal taraqqiy etayotgan, barqaror iqtisodiy o'sishga erishayotgan va eng asosiysi aholining hayot darajasi yuksalayotgan mamlakat sifatida e'tirof etilayotganini qayd etdi. Shundan so'ng harakatlar strategiyasi bilan 3 yil kutilgan natijalar, yuqori samaradorlik va yuksak marralar nomli risolaning taqdimoti bo'lib o'tdi. Risola hozirda o'zbek tilida chop etilgan bo'lib, yaqin orada rus va ingliz tillarida ham nashrdan chiqarilib ommaga taqdim etilishi rejalashtirilgan. Avvalambor Taraqqiyot strategiyasi markazining 3 yilligi bilan muborakbod etmoqchiman. 3 yil avval 2017-yildan 2021-yilgacha mo'ljallangan harakatlar boshlangan. Men ushbu strategiya qabul qilingach, bir necha oydan so'ng O'zbekistonga kelganman. O'zgarishlar haqiqatan ham juda sezilarli. BMT nuqtai nazaridan sud-huquq sohasi, xalqning hukumat bilan hamkorligi hamda fuqarolik jamiyatlari faoliyat yuritish uchun imkoniyatlar borasida ulkan o'zgarishlar bor. Haqiqatan xalq farovonligi oshirishga qaratilgan iqtisodiy islohotlar uchun muhim qadamlar qo'yildi. Forum o'z ishini harakatlar strategiyasining 5 ta ustuvor yo'nalishi kesimida davom ettirdi. O'tgan vaqt davomida parlament va siyosiy partiyalarning roli yanada kuchaytirildi. Qonunchilik palatasida hukumat soati amaliyoti yo'lga qo'yildi. Yana bitta yangiliklardan biri xalq qabulxonalarini tashkil etilgani. Keyingisi davlat xizmatlarini, ya'ni mana 2019-yilga kelib 130 dan ortiq davlat xizmatlari ko'rsatilyapti. Harakatlar strategiyasi doirasida mana 2016-yili 7 ta yoki 8 ta odam oqlangan bo'lsa, mana bu ko'rsatkich 3 yil ichida 1910 taga yetdi. Juda ham farq katta. Buni o'zi ham sud huquq sohasidagi islohotlarni kuchaygani va o'sha ma'lum bir natijalarga erishgani, ya'ni sudyalarning mustaqilligi ta'minlanganligini bildirib turibdi. Iqtisodiyotdagi o'zgarishlar orasida valyuta bozori liberallashtirilayotgani, soliq turlari 13 tadan 9 tagacha qisqartirilishiga e'tibor qaratildi. Ijtimoiy sohada ham bir qator o'zgarishlarni ko'rish mumkin. 2019-yilda 6,7 million nafar xorijiy sayyohlar tashrif buyurdi. Ta'lim sohasidagi islohotlar natijasida maktabgacha ta'lim qamrovi 52% ga yetdi. O'tgan yilda 4 ta prezident maktabi va 3 ta ijod maktabi ish boshladi. Oliy ta'lim muassasasiga qabul jami 146,500 nafarga yetdi. Anjuman so'ngida o'zaro hamkorlikni yanada kuchaytirishga doir yakuniy xulosalar bildirilib, asosiy e'tibor xalqaro va mahalliy ekspertlarning o'zaro fikr almashishiga qaratildi.